bir xilda dünyamizni bola-chaqamizdan ham qizg'anamizda. Valanglatib uyni salaveramiz, imoratda shu 12 sotuq bo'lsa, 15 sotuq bo'lsa, aylantira imorat solib chiqamizda, o 50-60 yoshimizgacha imorat solish bilan avvora bo'lamiz. Qattiq non yeymizda, biroq imorat solamiz. Qattiq non yeb imorat solamizda, loyga batamiz, suvga tushamiz, sovuq o'tadi. 60dan keyin, 70dan keyin balangiz bu imoratni buzatdi, qaytadan yangidan salatdi. Nima keragi bor shuni? Yaxshi yashashlik uchun shariatda 4 ta xona yetadi, 4 ta. Biri xotin, biri qiz bolalar, biri o'g'il bolalar, biri ofshi bir mehmon kutadigan xona. Bo'ldi. Qolganiga zakot tushirib berasizda. Shunday uzun imoratni salaverib charchaysiz. Bundan ko'ra dasturxoningiz to'kin bo'lmaymi? O'rta hol yashang, dasturxoningiz to'kin bo'lsin, xolodilnikingiz to'la bo'lsin. Og'risangiz ham ko'rinmaysiz, davolanmaysiz-da. Qiziqmanda. Sanatoriyaga boring bir yilda bir xotin. Dam oling, tanaga dam bering. Dasturxoningizda hech narsa yo'q. Imoratni salasiz, sementni olasiz, shifr plastina olamizda aylantira imorat solib chiqamiz. Qo'shnimizga chiqamizda bitta arra so'rab chiqamiz, balta so'rab chiqamiz. Ba'zida hamma narsani ixcham qilib, baribir to'y to'malaq qilsangiz, kafeda, to'yxonada bo'lyapti to'ylarimizda. Ballalarimizdan qizg'anamiz, go'sht yemaydi. O'lka makron unashi ba'zi xonadonlarda hammaga emas. Men o'zim boshimga tushgandan keyin aytayapman-da bu narsani. Imorat to'xtatingda. Salayib hech narsa olib ketamiz ekanmiz. Undan ko'ra sog'lig'ini o'ylab, topganingizni chiroyli dasturxoningiz to'g'irlab qo'ying, qoziq kelib qo'ying. Qarzi qarta go'sht bo'lsin, dasturxoningiz to'kin bo'lsin-da. Nima qilaman, imorat salavergan bilan bir kuni kasal bo'lib, paqitasida o'lasa ketasiz. Xolodilnikingiz to'la bo'lsin. Bolalarni hammasi qarni to'q bo'lsin, yemaklabini az bo'lmasin. Zo'rg'a yuribdi xotiningiz ham da qulay deb. 1-2 bo'lsin deb salayib imoratni chagandin. Sal o'zinglarga ixcham qilib saling. O'g'il bola, qiz bola kuxna ayvonqingda bo'ldi, qag'ani kerak emas, zabor qilib o'rab qo'yish kerak bo'ldi. Yaxshi yashang, xotiningiz ham, siz ham qarningiz to'q bo'lib, kasal bo'lsa olib borib ko'rsatib, sanatoriyalarda yotib demang. Bu 60-70 yillik umrda, qisqa umrda imorat sovuq o'tib oyog'imizdan charchaganimiz holatda. O'rtacha qilsang, chiroyli qilsang, zaborqinga o'rab qo'ying bo'ldi. Dasturxoningiz to'kin bo'lsin. Topganingizni bola-chaqadan ayaman. Qatqab king, qaymoq olib king. Yilda bir qaymoq yemaydiganlar bor. Allohga shukr qilib yashasangiz, bir kunlik topganingiz bir haftaga yetadi bu. Yaxshi yashasangiz, muomalayi, murosai madora bilan yashasangiz, hamma narsa yaxshi bo'ladi. Urush janjal bo'lmasa, to'qchilik bo'ladi inshaalloh. Alloh hammamizga dasturxonimizni fayzini, barakotini bersin. Uyimizni issiq qilib, chiroyli umr surib, dam olib, Allohga itoat, ibodat qilib yashashlik hammamizga nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.